Akalar assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa lider drabilkalarida ajoyib yangilik bo'ladi. Albatta videoni oxirigacha tomosha qilishlaringizni tavsiya qilaman. O'tkazib yormanglar. Agar qandaydir ishlaring bo'lsa ham ishlaringni ozgina orqaga cho'zib, videoga ozgina e'tiborli bo'lib tomosha qilib tursalaring, sizlar uchun ajoyib yangilik bo'ladi. Bu yangiliklar qanaqa desalaring, hozir bu yangiliklarda Elmurod akamizni o'zlari to'liq berishadi. Keling Elmurod aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yana bir bor ko'rishib turganimizdan charchamayapsizmi? Assalomu alaykum Sanjarbek obunachilari. Yaxshi kelibsizlar Sanjarbek. Zo'r aka, rahmat. Xudo xolasa bugun kuzatuvchilarimizga Lider universal drabilkalardan bomba yangilik qilib beramiz. Bomba yangilik qilib beramiz xudo xolasa. Xalqimiz qo'llab-quvvatlab, podдержка like bosib tursa, 3 ta drabilkani xo'p, tekinga dastavkasini ham ichida qilib, uylariga olib o'tib beraman. Tekinga beraverasiz. Tekinga beraman. Sharti oddiy. Like bosadi, kommentar yozadi. Bu like bilan hazillashmang, bo'lib ketadi bu narsa lekin. Ha, bo'lsin. Tekinga berasiz. Tekinga beraman. Xalqimiz mazza qo'llab qo'yaylik. Akalar bitta screenshot qilib qo'yarasizlar mana shu yerga, xudo xolasa 2000 ta like, 2000 ta komment bo'lsa, 3 ta drabilkani eng zo'ridan beramiz. Eng zo'ridan beraveramiz. Keyin yana bitta narsa, ularga qulaylik bo'lishi uchun agar meni drabilkam bor, sizdan drabilka olganman desa, pulni ham tashab beraverasiz. Pulni ham tashab beraveraman. Pulni ham kartasiga tashab beraverasiz. Xohlasalaring drabilka, xohlasalaring pulini olishlaring mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, albatta bilaman, hozir qish kunida hammada menimcha bekorchilik bo'lsa kerak, o'zimizdan qiyos, nisbatan yozga qaraganda ish kam bo'ladi. Va uyda o'tirib, bitta like bosib, kommentariyani bosib, ashna qilib o'tirsalaring ham yoki drabilka yoki pulini olishlaring mumkin, aka. To'g'ri. Albatta bu siz tomondan kelayotgan ajoyib zo'r yangilik bo'ldi. Xo'p, drabilkamizda bugun qanday qulayliklari bor? Albatta sizga ham o'ziga yarasha qulaylik, yangiliklari bor. Men bilaman bu narsani. To'ppa-to'g'ri. Kuzatuvchilarimizga tanishtirib bering. Drabilkalarimizni birinchi motordan boshlasak. Xo'p. Motorlarga kichkina motor qo'yganimiz yo'q. Zakaz asosida biz ham kichkina motor qo'yib beraveramiz, lekin hozir motorlar ekan. O'sha 6.5 yoziladigan, faqat 4 beradigan motor alyumin, eng xadovoy ketgan drabilka bu. Samara brend ostida chiqadigan motorlar. Bu Ario 6.5 lik ham, shu 4 beradigan motor. Mis motor, alyumin motor. Keyin yana bitta narsani aytaylik, baribir sizda narxlari arzon bilaman. Mana drabilkamizga arzon o deyishadi-da, garantiya berasizmi o'zi? Garantiyasi bor. 6 oy bor. Motoriga 6 oy garantiyasi bor. 6 oyda motor almashtirib beraman. 6 oy beraverasiz garantiya. 6 oy beramiz. Kuzatuvchilar, bunaqasi menimcha hali hech qayerda bo'lmagan bo'lsa kerak. Eshitganim 1 oy yoki 2 oygacha eshitganman. 6 oy beryapti, xudo xolasa. 6 oy. Gap so'z yo'q lekin foydalanadigan joyda. Xo'p aka, endi pichoqlariga keladigan bo'lsak. Pichoqlari mana zavodskoy, maxaviy mana. Ko'pchilik mashinani maxaviy qo'yishyapti. Xo'p, baribir siz bilan qo'ydingiz? Mashina maxaviy ham baribir svorka bo'ladi atrofi. Bu quyma bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Qalin mana. Xo'p. Bunisi 22 talik pichog'imiz, 2 qavatli mana. Malakkolari ham bor. Svorka tegilmagan, eng asosiysi mana. Almashtirsa bo'ladi. Bu muncha qalin aka bu. Shayda ham lekin unaqalarni xalqni o'ylab qalinidan bosib yoribsiz aka. Gap yo'q aka. Bunisi 24 talik pichog'imiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana yangilik ekanda. Bu yangilik, xudo xolasa shu bu sholipoxonlar zo'r chiqaryapti. Chiqarib beramizmi sholipoxon? Sholipoxonni eng kichkina setkasi chiqarib beramiz, xuddi shu drabilkada. Buni kilosi menimcha 8 kilodan og'ir bo'lsa kerak. 9 kiloga bormaydi. 9 kiloga bormaydi. 9 kiloga bormaydi. Juda ham zo'r. Xo'p, komplektida nechta setka qo'shib berasiz? 4 ta setka qo'shib beriladi. Bu qo'ybob, molbob, so'tali makkaga, bu bug'doyga, kepay qilib beradi. Eng asosiysi mana setkalari yondan almashadi. Sizlar eng qulayligi mana shu. Eng qulayligi shu. Yondan almashadi. Drabilkamizning oyoqlari bor, masofaga bemalol. Ayollarimiz ham yetalasa bo'ladi. Keyin yana bitta narsani siz aytmadingiz, men aytaman. Hozir mana zaslomkani ochib ko'rganimda, changni o'ziga yutish xususiyati bor bunda. Havo yo'nalishi bor. Havo yo'nalishi mana narsa o'ziga tortadi. E'tibor qaratib qo'yilgan. Changga allergiyasi bor akalarimizga ham juda ham zo'r ishlaydigan narsa-da bu. Biz xudo xolasa yangi materiallardan foydalanamiz. Hozir texnik ichini ham ko'rsatamiz. Yangi eski temir, eski turbalardan foydalanmaymiz. Faqat yangi qalin materiallardan foydalanamiz. Elitorga elitor. Eng katta varianti drabilkamiz, kirib chiqishlar kattalashgan varianti, xudo xolasa. Listlari bor, shtobi uzoqqa ijorat qilib qo'ymaydi. Garantiyasi bor, xudo xolasa borib ishlatib ko'rsatib beramiz. Dastavkalarimiz necha kungacha yetib boryapti aka? Dastavkalarimiz hozirgi kunda 3 kun ichida yetib boryapti, xudo xolasa.
Gaz yo'q paytda ham 3 kun ichida Gaz yo'q yetkazib paytda ham 3 kun ichida yetib boryapti. Voy, gaz yo'q hozirgi kunda bizda misol uchun gaz yo'q. Dostavka tezligi juda ham zo'r. Albatta like'ni bosib qo'yasizlar. Xo'p, aka, bo'lmasam narxlarini bir qator tanishtiramiz, keyin ishlash jarayonlarini aytib o'tib ketaveramiz, aka. Bo'ldi. Narxlarini Xo'p. Rubin Aha. 6,5lik motorimiz. Samara. Samara. Aha. Mahaviylik, zavodskoy qo'yib beramiz. 2,4 so'm. Xo'p. Joyimiz chiqishi narxi. Aha. Endi ko'pchilik aytadi, bu 300 ming farqi bor deydi. Xo'p. Biz 200 ming farq qilib qo'ydik. 2,600 mingga joyimizdan kelib, mana mahaviylik xolisi 24 ta, xolisi 22 talikdan qo'ydirib olib ketaversa 2,600 ming so'm. Narxi o'zgarmaydi, xohlasa bundan, xohlasa bundan. Narxi o'zgarmaydi. Gap. Endi arzonlari ham bor. Misol uchun 1,600 mingga ham universal qilib berishingiz mumkin. 1,600 mingga. 1,600 mingga qilib berishingiz mumkin. Universal qilib berasiz. Universal qilib beramiz. Don chiqaradigan narsa emas. Misol uchun Makkani mardagini ham, bug'doyni ham, o't hashakni ham chiqaraveradi. Chiqaraveradi. Faqat farqi motori kichkina bo'ladi, pichoqlari listdan bo'ladi. Pichoqlari listdan. Pichoqlari shunday, puli yarasha bo'ladi. Juda ham zo'r. Lekin ishit qilaveradi. Lekin ishit qilaveradi. Juda ham zo'r. Lekin hech jahonda 1,600 ming drabilga 2,5 ming drabilga ishini qilolmaydi ammo lekin ashag'i ham bor, hammasi pulga yarasha, xudo xolasa. Gap so'z yo'q. Aka, to'g'risini aytaman, kelganim ba'zidan sovqotib, kayfiyat yo'q edi. Siz bilan gaplashib, narx-navlar kayfiyat ko'tarilib, sovuq emasdan chiqib ketdi, to'g'risi bor. Kuzatuvchilarimiz maza qilayotgan bo'lsalar, like-ni bosib, kommentariyani banglatib qo'yasizlar. Bo'lmasam ishlash jarayonlarini bitta ko'rsatib beramiz, aka. Bo'ldi, ko'rsatib beramiz. Xo'p, bo'ladi. Elmurod aka, endi xudo xolasa chiqarish jarayonlarini ham bitta ko'rsatib beramiz, a? Drabilkani liderlik kuchini ko'rsatamiz, xudo xolasa kuzatuvchilarimiz. Ko'pchilik Sanjarbek, Xo'p, endi hali har xil setga chiqarishyapti. Biz eng qiyinda chiqarib beramiz, qo'ybobida sholipoxol chiqarib beramiz. shunda chiqarasiz Shunda sholipoxol. chiqarib beramiz. Ular baho berishadi. Qiynalmaydi. Qiynalmaydi, xudo xolasa. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Aka, Makkani mardagini Bug'doy chiqarib beramiz. bug'doyni un holatda chiqarib beramiz. Qani bo'lmasam bismillahir-rohmanir-rohim. Qo'yib tushdik. Xohlasa ishlari drabilkamiz. Qani bug'doyda holatini tortishini qarang. Chiqarishini qarang. Bo'ladi ham. Endi kuzatuvchilar, mana shu eng mayin setkasida, setkasini ham qalinligini qarang. Bu xudo xolos oladigan bo'lsangiz, 10-15 yil xizmatingizni qilaveradi setkasi. Mana. Bug'doy qaysi holatda edi-yu? Qaysi holatga keltirib berdi. Juda ham zo'r, hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlar, eng mayin setkasida un kepak holatda chiqarib berdi. Endi Makkani mardagini chiqarib beramiz. Bu Makkani mardagi ham nam-ku. Nam-u bu chiqaraveradimi? Qarang, soling. Bo'ladi ham, Elmurod aka. O'z yuz tashladi. Olib ko'ramiz endi qaysi holatda chiqarganini. Mana setkasi ham qalin ekanmi? Qalin. Hammasi qalinidan. Mana kuzatuvchilar setkasining qalinligini ko'rishingiz mumkin. Mana shu setkada mana shunday dumbilda mana shu holatga keltirib tashladi, yorma holatga, ya'ni qo'y boqasizmi, jo'ja boqasizmi, bemalol bersangiz bo'laveradi mana shu holatdagisida chiqarib. Juda ham zo'r. Endi o'sha aytganingizdek, eng qiyinida nima chiqarib beramiz? Mana buni ko'rsating, mana. Sholipoxol. Bering menga. Sholipoxol. Shu yoshligimizda rosa buni ustiga sakrab keyin qichinib yuraverardik. Eng rasvo narsa bo'ladi bu. Buni qo'yboq setkasida sholipoxol bilan chiqaramiz, a? Mashinani chiqaramiz. O'z ichida ham turibdi mana. Teshik setkada chiqarib Elmurod akamiz xudo xolasa drabilkalarining kuchini ko'rsatib berishadi. Akalar, like bosishdan chiqmasdan 3 ta drabilka tekinga ketadi. Chiqarish qarang tezligini. Sovorishyapti, chiqarishyapti. Voy,
Gap yo'q. Sholib baholni drabilka bunaqa sirkada chiqarib bera olmaydi-da, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Akamiz drabilkalarga ishonib, kuchlarini ko'rsatib berishyapti. Bo'ladi, Elmurat aka. Odam yo'taltirib yubordi ham. Eng yoqqan narsasi mana e'don baribir chiqarayotganda tepaga chang chiqarmasligi bo'ldi. Mana changni ko'ryapsiz, ichida aylanyapti, pastga tortyapti. Mana kuzatuvchilar pohol qaysi holatda edi-yu, qaysi holatga keltirib qo'ydi. Agar uyingizda somonni sugab qolib, pohol bo'ladigan bo'lsa, buni slizga aralashtirib beraversangiz ham zo'r bo'ladi. Gap yo'q aka. Qo'rmasdan chiqarib berdingiz ham mashinada chiqarib berdik. Gap so'z yo'q aka. Bu drabilkalarimiz don mahsuloti, o't mahsuloti qo'l qilib tanlamaydi. Universal, bekorga universal. Xudo xolasa. Xudo xolasa, nimaga lider nomi? Nomi hech savol berishganmi? Yo'q, siz birinchisi bo'ldingiz. Endi hammani ajratib deb shunaqa nom qo'ygan. Lider qo'yilgan. Haqiqatan gap so'z yo'q. Menimcha o'zlaring bildilaring mana setkada. Menimcha baribir ko'pchilikni kuzatgansizlar. Har xil setkalarda chiqarib bergan bo'lishi mumkin, lekin bunaqasida menimcha hali bo'lmagan. Gap so'z yo'q aka. Ko'rsatdik. Endi ichkarini ham bitta ko'rsatamiz. Bo'ldi. Ichkari sexda. Ichkari sexda ham bitta ko'rsatamiz. Endi nimaga arzon deydiganlar bo'lishi mumkin-da. To'g'ri. O'shaning uchun bitta ichkari jarayonlarni ham ko'rsatib beraylik. Kirishimizda birinchi plazma. Plazma deyiladi, nima? Lazer bu. Ha, lazer. Mana yangi lyuklar. Yangi lyuklardan bo'ladi. Yangi lyuklardan bo'ladi. Akalarimiz kesishyapti. Mana akalarimiz ish aljida sex kattaligini qarang. Oho, ikkinchi lazer. Ikkinchisi bu. Ikkinchisi. Bu bari ishchilar ko'rsayapti. Mana ishchilarni ko'rsating, akalarimiz mehnat qilib yotishibdi shu. Xo'p. Kuzatuvchilar, endi qaranglar, bu sizlar ko'rib turgan drabilka o'zi tayyor bo'lib qolmaydi. Mana shuncha akalarimiz mehnat qilib albatta to'g'ri qo'shib ishni qilishyapti. Albatta like bosib qo'yadigan joyda. O'tib ko'ramizmi? Yo'q. Yo'q, hormanglar. Bu balansirovka jarayoni. Mana balansirovka joyi ekan, mana pichoqlarni terishyapti. Bu eng oxirgi bosqich. Oxirgi joyi bu. Mana. Juda ham zo'r. Chiqing. Bu endi kraska bo'ladigan joy bu. Xudo xolasa tayyor bo'lib chiqadigan joy-da bu. Kraskasi achilar ekanda, mana ular kraskalar. Mana materiallar, mana kuzatib qo'yishingiz mumkin. Yaqinroq olib keling. Shularga joylari. Shlipovka qilinar ekanda, chiroyli. Voy, gap yo'q. Manelarini yedirib. Xudo xolasa. Necha yillik ustalar tajriba, xudo xolasa. Ustalarda. Bu kami 10 yil. Kami 10 yillik. Like bosadigan joyda hammasi ishonchli, xudo xolasa. Xudo xolasa. O'z ishlarini oqlaydigan ustagalarimiz bor. Gap so'z yo'q. Menimcha hammasini aytdik, ko'rsatadiganini ko'rsatdik. Qandaydir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, albatta telefon qilishsa yoki kommentariyada yozishsa, javob berishga harakat qilasiz aka. Xudo xolasa. Gap so'z yo'q. Bo'lmasam xayrlashamiz. Bo'ldi. Kuzatuvchilar, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta keyingi safar kelganimizda uchta drabilkani ham birdaniga o'ynaveraylik. Aytilgan songa yetib borsin. 2000 ta like, 2000 ta kommentariya bo'lsin. Xalqimizda podeshka, like, kommentariya bo'ldi. Gap so'z yo'q bo'ldi. Xudo xolasa ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar.